51 savol. Agar namozxon bomdod namozining sunnatini o'qishga o'rganmay, farzini jamoat bilan o'qigan bo'lsa, qolgan sunnati nima bo'ladi? Ba'zilar bunday holda sunnat o'qilmaydi desa, ba'zilar peshin namozining oxirgi 2 rakat sunnati bilan qo'shib birin-ketin o'qiladi deyishdi. Qaysi biri to'g'ri? Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Bu masalada turli gaplarni aytilishi tabiiy, chunki Hanafiy mazhabi bosh imomlari ham turli gaplarni aytganlar. Imom Abu Hanifa va Abu Yusuf bomdodning farziga tobe sunnatidan boshqa sunnatlar qazo qilinmaydi deganlar. Imom Muhammad esa bomdodning 2 rakat sunnatining o'zi qazo bo'lsa ham o'qiladi deganlar. Bunday paytda Hanafiy mazhabining qoidasi bo'yicha imomlar xilof qilishganda Abu Hanifa rahmatullohi alayh bor tarafni gapi olinadi. Vallohu a'lam.